Shu 3 yil oldin kelganingizda men bilan 15 minutgina gaplashib ketdingiz. O'shanda nima muammo bilan keldingiz? O'zi ayolimni ichi qotardi, 7 kunlab, 6 kunlab ichi kelmasdi. Biz bormagan joyimiz qolmadi. Xullas hamma doktorlar operatsiya dedi. Operatsiya qilish kerak dedi. Ichagida shu uzun ichak ekan, normaldan uzun ekan dedi. Shu bilan operatsiyaga qaror qildikda, lekin xohlamay turdik juda ham. Chunki operatsiya bilasiz, salbiy oqibatlarini o'qidik. Lekin majbur, boshqa yo'limiz yo'q edi. Keyin bir yaxshi inson sababchi bo'lib qoldi, tavsiya berdi sizga, kursida bo'lgan ekan. Men shu kursga ham keling dedim, shu bir noumid bo'lmay dedimda, qanaqadir keldim. Keldim, sizni kutdim, kurs seans tugagandan keyin shu oxirida biroz maslahatingizga keldim. Shunda aytdim, ayolimni shunaqa vaziyat deganimda siz nimadandir qo'rqsa kerak dedingiz. Maslahat berdim. Maslahat berdim, shu ayolingiz nimadandir qo'rqsa kerak, o'zini olib keling dedingiz. Ayolim. Keyin men uyga bordimda, sizga ishonmay gaplari nima aloqasi bor edi, lekin ayolimni o'ylab ko'rsam, haqiqatan qo'rquv borligini bildim. Meni hayron qoldirgan narsa shu. Men keyin siraz aytdim, to'xta dedim, shu qo'rquvni harakat qil, yo'q qilishga dedim. Bu senga o'sha ta'sir qilar ekan dedim. Va o'sha narsaga o'zim ko'proq shu narsaga o'zim ham dalda berib, unga yordam bera boshladim. O'ylama, unut, qo'rqma dedim. Va shu narsani o'zimiz ham unutib oldik. Mana shuncha vaqt o'tdiki, yaqinda shu narsani nima deydi, qarab gaplashganimiz ayolim bilan u muammo butunlay yo'q bo'lib ketdi. O'sha men aytgan narsani borib ayolingizga tushuntirdingiz. Ayolingiz ichki dunyosida ozmuncha bo'lsa ham o'zgarishni hosil qila oldingiz o'zingiz. Xuddi shunday. Shuni oqibatida uni ichaklari yurishib ketdimi? Xuddi shunday bo'ldi-da. Shunga juda ham hayron qoldim, to'g'risi. Men o'zim oldin to'g'risini aytsam, shunaqa o'yda bor edim, chunki ko'payib ketgan. Siz ham shunaqa o'ylagansiz. Shunaqa o'ylagandim. Lekin mana o'zim guvohiman. O'zim shu narsani sizga hatto ayolim ham oldingizga kelmadi. O'zim sizning maslahatingizni olib ayolimga yetkazganligimni sababidan hozir alhamdulillah hech qanaqa bir muammo yo'q. Biz unutib olganmiz uni operatsiya degan narsani. Endi ukajon ayting, mana ro'za Ramazon kunlari, mana bugun 20-mart. 3 yil oldin keldingiz. 15 minut yo'q bilan 20 minut gaplashdik. Men aytgan narsani qo'llab, ayolingizni o'zingiz sog'aytirib oldingiz. Odam dori-darmonsiz sog'ayar ekanmi? Albatta. Uni odamlar bugungi kunda o'zlari bilishadi. Hamma narsa psixologik odamni o'shandan muammo boshlanishligini. Prosta bu narsani sizdan eshitib, ancha nima deydi, to'g'ri shu narsani yo'lga qo'yib boshladik. O'sha aytganingizni tavsiya qilib ishona boshladim-da, o'sha miyadan chiqarib shu narsani olma dedik. O'sha tavsiyangizga ko'ra qilindi. Rahmat. Agar siz ham qandaydir kasallikdan aziyat chekib yurgan bo'lsangiz, masalan, asab tizimi kasalligidanmi, uyqusizlikdanmi, bosh og'rig'idanmi, nevroz kasallikdanmi, vahima kasallikdanmi, yurak kasalligidanmi, oshqozon ichak tizimi kasalligidanmi, endokrin tizimi kasalligidanmi, qo'l, oyoq, umurtqa pog'ona kasalliklaridanmi, umuman qanaqa funksional yoki organik kasalliklardan tuzalolmay yurgan bo'lsangiz, mana natijalarni ko'rdingiz. Bizni Ahmadjon Hasanov tibbiy psixologik markazimizda bitta dori-darmonsiz sog'ayish kursimizga qatnashish niyatida ko'nglingizda hosil bo'lgan bo'lsa, mana shu telefon raqamga qo'ng'iroq qilib, keyingi kursimizga qatnashish uchun ro'yxatdan o'tingda, o'sha kursimizni bepul kuniga qatnashib, yana ko'proq ma'lumotlar oling. Undan keyin niyat qilsangiz kursimizga qatnashasiz.